Do'stlar, mana Vasxot 200 lik Xitoy motor qo'yilgan yangi. Ikkita balon yangi. Manzil Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar. Yetkazib berish xizmati yo'q, kelib ko'rib olib ketaverasiz. Hozir pulini aytib o'tib ketaman. Vasxot 9 million. Shu kelib ko'rasiz. Yo'qsa bir bak benzin pulini o'tib beramiz. Yava 8 million. Bu ham shu bir bak benzin puli o'tib beriladi. Yava olli baloni yangi, motor 200 lik polnisi ta'mirlangan, gulshitirlar yangi, kraska bo'lgan, buni videolari bor, hamma narsasi ishlaydi. Vasxot ham 200 lik yangi motor, ikkita balon yangi, kraska bo'lgan, priborniy panel, oynacha, provodkalar, gulshitirlar hamma narsasi yangi, karburatorlar yangi. Endi men bu gitday simchalarini ulash holi, buni ertaga ulab tashlaymiz, hammasini to'g'rilab, prosta bir video qo'yaylik. Mana qilib, prosta bu davni olliroq chiqish kerak, yaxshi vilka topilmay yotuvdi, o'shanga ana qila olmay yotuvdi. Shu motorning narxini so'ravdilar o'tgan safar, motorning narxi 3 million 300, 200 lik, ichidan karburator, keyin relay pelesi chiqadi. Bo'ldi. Shu hozir mana bularni ochib ko'rsating-da, xo'sh. Ham relaylarini akkuratlik qilib qo'ydik. Mana hammasi o'ynamaydi, taqillamaydi. Starter relay, kommutator, поворотный relay. Mana bu hali bunaki tormozni relaylarini ulaymiz. Hammasi chotki bo'ladi. Yangi akkumulyatorlar qo'ydik. Mana bular ham hammasi qotirilgan. Shu bir zavod bor endi. Mana bir zavod bor, qo'shib. Yava starterdan ketdi, ola olmayapti, tips oladi, yo tips zavod emasdi. Ha. Bu hali shestronkalari yangi, bu ham shu do'stlar, manzil Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar. Nomer qoldiramiz. Kelib ko'rib, haydab ko'rib. Shu bir bak benzin puli o'tib beriladi, katta pul tusha olmaymiz. Bu 8 million, bu 9 million.